Va bu Realga menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. To'g'risi Real hozir chiqib ketganda PSG ham yutardi. Shundan ikkinchi raqamda turib olib, PSG qo'rqardi, aniq. Safonov, Chevalier turibdi-da. Chiqardida Atletico Naryodan chiqib qolsa, harakat bosib, bo'ldi Atletico shuna kubokka beradi. O'yinni oldin kubokka beradi. O'zi 2 marta shunaqa qilgan-ku. 16-14-yilda. Chempionlar Ligasida Realdan qo'rqmayroq o'ynaydigan bitta jamoa Bavariya bo'lsa kerak. Yoki Barselona. Birinchi taymda qolgan hammani oyog'i qaltiraydi-da. Qolgan hammani oyog'i. Noyer oyoq qaltiradi. Bitta Barselona deb o'ylayman. Real bilan istalgan paytda tengma-teng o'ynaydi. Chunki Realda Barsaga nisbatan so'nggi yillarda kompleks shakllanib qolgan o'sha Mourinho paytidan juda azobli paytlarni ko'rgan. Endi to'g'risini aytishimiz kerak. Hozir podkastlar qilishyapti-yu Realda sobiq futbolchilar. Dahshatli gaplar. Men qoyil qolaman shularga. Qaysi o'yinchisi bejunul deydi. Nima edi desa, biz to'p ola olamizmi degan savol bilan yugurib yurganmiz deyish naqadar qiyin futbolchi uchun. Men bitta bu gapni anaqada eshitganman. O'zbekiston Nigeriya o'yinida